Our world will live is upside down. The planet done talking, things are turning around. Against you and me, him and her. The mother earth is unleashing the wrath that humanity's worth. We know what time it is, 2020 year of the punishment. The COVID hit hard and it's tougher than ever been. The years just settle in. I wonder what is coming. Assalomu alaykum do'stlar, bu Pro Univer Mandurdonova. Bu galgi obzorimiz Qt, ya'ni avvalgi Yuju, hozirgi Toshkent kimyo xalqaro universiteti bilan bo'ladi. Demak, bu obzorimiz avvalgilaridan boshqacharoq, shunchaki kampus tur emas, balki bu universitetda talaba sifatida bir kun formatida olamiz. Men bilan birga haqiqiy real talaba bo'lib ko'rish qanaqa bo'ladi? Demak, boshladik. Universitetga kirib kelishda mashtadan kiriladi va bular talabalar ID karta bilan xuddi mana shunaqa kirish kerak. Keldi, bunga uriladi va kirib ketiladi. Agar siz talabasiz Qtda va bu qolib ketdi qat'adir, siz universitetga kira olmaysiz. Garchi sizni ma'lumotlaringiz bor, pasportingiz bor, bu talabasi bo'lsangiz ham bu yerda sizni kiritishmaydi. Xo'p, universitetga shunaqa kirib kelinadi talaba sifatida bu karta bilan. Kiraverishda birinchi etajda bu yerda kutubxona asosiy joylashgan, buxgalteriya, shu talabalar kontrakt to'lash mumkin bo'lgan. Mana shu xollni asosiy ajratib turadigan Qtni o'zini manzarasi, etajlar xuddi mana shunaqa joylashgan. Labirint bo'ladi, xuddi shunaqa. Bu yerda menga qulay bo'lgan narsa, boshqa universitetlarda ham ko'rganman. Bankomatlar bor, faqat u uchun siz universitetning tashqarisiga chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda har bitta adashmasam etajda ko'rdim. Bankomatlar bor, talabalarga qulay, Paynet bankomatlari, oddiy bankomatlar, pul o'tkazish uchun, naqdlashtirish uchun. Bu yerda shu asosiy xollda ichkarida ham shunaqa skameykalar talabalar bemalol o'tirish mumkin. Tashqarida, hovlidan tashqari har bitta etajda o'zida ham shunaqa skameykalar bor. Bu yaxshi. Keyin hamma talabaning orzusi bo'lgan auditoriyalar mana bunaqasiga joylashgan. Men o'qigan universitetda bunaqa leksiyalar zali yo'q edi. Hali darsga ham kirib ko'ramiz. Kofe mashina bu yerda, pullari ham uncha qimmat emas, menimcha bemalol o'zingiz tanlab ichishingiz mumkin. Menimcha yaxshi, zo'r narsa. Bu ham xuddi shunaqa kofe mashina ekan. Quvvat. Eng kerak narsa. Hali to'g'ri ko'p universitetga bormaganman. 10ta universitet deylik, hali bironta universitetda o'zini shunaqa quvvati borligini ko'rmagan edim. Bu ham juda qulay. Birinchi etajda shunaqa joylashgan. Toshkent kimyo xalqaro universiteti O'zbekiston Respublikasidagi ilk xususiy oliy ta'lim muassasasi bo'lib, 2018-yilda Toshkent shahrida Yuju texnika instituti nomi ostida tashkil etilgan. 2021-2022 o'quv yilida Namangan shahrida, 2022-2023 o'quv yilida esa Samarqand shahrida universitet filiallari tashkil etilib, faoliyatini yo'lga qo'ydi. Universitet joylashuvi, ya'ni lokatsiyasi Shota Rustaveli ko'chasi 156-uyda joylashgan. Mo'ljal Janubiy vokzal. Bugun shu universitet obzorida bizga kampus turida yordam beradi xalqaro bo'lim xodimi Xurshida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Demak, kampus turi qayerdan boshlaymiz?
Asosiy binoda bizda eng katta kutubxona joylashgan. Keling, o'sha yerdan boshlaymiz. Asosiy binoyimizda ikki kutubxona bor. Bu demak, asosiy birinchi qavatda bor hamda minus birinchi qavatda ham kutubxona mavjud. Talabalarga qaysi biri qulay bo'lsa, o'qishdan bo'sh paytlari kelib o'qishsa bo'ladi. Universitet 5 ta ta'lim maktabiga bo'lingan. Bular iqtisodiyot va moliya maktabi, muhandislik maktabi, tibbiyot maktabi, san'at maktabi va ta'lim maktabi. Ushbu ta'lim maktabida 38 ta bakalavr yo'nalishlari mavjud. Magistraturada esa 22 ta ta'lim yo'nalishlari bor. Xo'sh, biz hozir rassomchilik yo'nalishidagi laboratoriyalar joylashgan va darslar bo'layotgan qavatga, etajga chiqdik. Bu yerni vibe'idan ko'rsangiz ham bo'ladi. Juda ham ijodiy, kreativ darslardan ichkaridagi jarayonlarni ko'ramiz. Balki nimadir chizib ham ko'rarmiz agar o'rgatishsa. Talaba sifatida bu yerda darsga kirib ko'ramiz. Bu yerda bizni talabalarimiz 4 yillik qilgan mehnatini natijasini, ya'ni diplomini ustida ishlashmoqda. Har xil 4 yil ichida olgan mavzularni ustida ishlab, nasib bo'lsa, may oyini boshlarida katta diplom proyektlar asosida himoya qilishadi. Hozir bu 3 ta laboratoriya darsxonasiga kirdik. Juda ham haqiqiy san'at asarlari, masalan, muzeylarda yoki rassomlar hayot bilan kitoblarda ko'rgan qanaqadir legendarniy asarlarimizga o'xshagan, masalan, ko'rishimiz mumkin Miyazakini animelarini to'plangan bir nechta animelarni bir potda rasmlar chizilgan. Juda ham e'tiborimni tortdi, juda ham qiziq haqiqiy san'at asarlari va xuddi shunga o'xshash. Haqiqiy nima bilan qadrlanadigan, masalan, ma'ni hozirda unchalik rassomchilik qobiliyatim rivojlanmagani uchun menga mo'jizadek ko'rinadi. Akating. Va bu yerdagi ozgina minus tarafi hidi ekan. Har bitta laboratoriyada hidi alohida temada biz ozginaga kirib student bo'lib ko'rmoqchi bo'lyapmiz, lekin studentlar bu yerda bitta kartinani tugatguncha kunlab, haftalab, oylab vaqt ketadi. Shu yerda laboratoriyada vaqtni o'tkazadi. Qanaqa qilib men shunga tushunmayapman yoki odam ishini sevsa o'rganib ketadimi? Hidi juda o'tkir, qanaqadir moy bo'yoqlarni hidimi yoki umuman bilmadim nimani hidi. Alohida tema, xullas tushuntirib bera olmadim. Og'ir, qo'ya atmosfera, san'at haqiqiy qadrlanadigan har bitta ish. Zo'r va shunchaki til ojiz bilan taplashga bebaho. Shunaqa. Buxgalteriya, bank ishi va moliya yo'nalishlari talabalar tahsil oladi va talabalarga vizual ko'rinish tushuntirish uchun bizda hozir mana kichkinagina muzeyimiz tashkil etilgan. Bu yerda o'sha eski paytdan beri ishlatilgan telefon, shot mashinalari va hamda oldingi o'sha O'zbekiston Respublikasini valyutalari ko'rsatilgan. Muzeydan tashqari bizda yana laboratoriyalar bor. Bank yo'nalishi talabalar uchun bizda bank xizmatlarini qanaqa to'g'ri taklif etish, ya'ni ularda shunaqa platformalar qilinganki, u platformaning ichida talabalarimiz o'sha bank sistemasida qanaqa to'g'ri ishlash, odamlarga qanday to'g'ri xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini o'rganishadi. Bu liftdan to'liq xodimlar foydalanadimi? Ha, tushunarli. Bu liftdan aynan faqat xodimlar foydalanar ekan, o'zlarining kartochkasi bor, o'sha bilan foydalanish mumkin. Aslida biz zinadan chiqishimiz kerak edi. Talaba sifatida yurtda bir kun talaba, lekin biz liftdan foydalanyapmiz. Hozir 6-etajga chiqamiz. U yerda kreativ, chill zona bor ekan, ko'ramiz. Menimcha bu odam o'zi charchab qolgan narsadan yolg'iz qolmoqchi bo'lganda talabalarga, masalan, talaba sifatida men eng sevimli joyim bo'lgan bo'lardi shu yer. Juda ham xona gullari ko'p va balki yerga kirib tursa bo'ladi. Yo'q ekan. Qushlar ham bor. Qushlarning ovozi ham qanaqadir odamni dam oldiradi, yoqimli vibe beradi. Hello. Hello. Vibe. Xona gullari juda ham bu ham sog'liq uchun foydali, ham menimcha bu yer ochilsa kerak, hozir yotib lekin.
Shu yerdan ham bilsa bo'ladi, ichkariga kirib, mana bunaqa gullar bilan shaharni tomosha qilish mumkin. Ham zo'r vibe. Ochib berishganda zo'r bo'lardi. Mayli. Yolg'iz qolish uchun introvert sifatida menga eng yoqqan bu universitetdagi mana shu joy bo'ldi. 6-qavatni men shaxsan o'zim san'at burchagi deyman. Chunki bu yerda perimetr bo'yicha san'at talabalarimizni ishlari ko'rsatilgan. Ular shu ishlarni o'zlarini ko'rgazmalarida ko'pincha taqdim etishadi va o'sha yerdan universitetga hadya sifatida ham berishgan. O'shaning uchun ham biz universitet 6-qavatini shunday bezatib qo'yganmiz ishlar bilan. Ko'rib turganingizdek, boshlang'ich ta'lim va maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasiga tashrif buyurdik. Bu yerda asosan bizning talabalarimiz o'zlarining qo'l ishlarini qo'yishadi, tayyorlashadi. Mana ko'rganingizdek, bu talabamiz tomonidan tayyorlangan bir qo'l ishi hisoblanadi. Juda chiroyli chiqqan. Hammasini talabalar tayyorlagan shu dars jarayonlari. Ha, dars jarayonlarini o'zlariga tayyorlashgan va o'sha imtihonlarga ham shunday vazifalar beriladi odatda. Kontrakt narxlari esa 10 milliondan 30 milliongacha yo'nalishlarga qarab farqlanadi. Universitetda shuningdek nomdor stipendiyalar va ta'sischilar granti mavjud. Grantlar kontraktning 25% miqdoridan 100% gacha ajratiladi. Shuncha universitet bor O'zbekistonda, nega aynan Men o'rtog'im bilan birga kirganman. o'rtog'ingiz kirgani uchun o'sha yerga kirgansiz? Tavsiya qilgan, частный universitet bo'lgani uchun davlat universitetlardan ko'proq yaxshiroq bilim ta'lim berishligi uchun. Chunki bu yerda eng kuchli ustozlar va domlalar darslarni yaxshi o'rgatadi. Sifatda, o'quv sifati juda yaxshi. Qaysi jihatini yaxshi ko'rasiz, qadrlaysiz? Boshqa universitetlarda deylik topilmaydigan. Mnogonasionalniy. Amerikanец ham bor bu yerda, tatarka ham bor. Ruslar, turk va o'zbek o'zimizga o'xshagan. Juda nima deydi? BMT или Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Shunaqa bo'lgani uchun. Hammasi четкий. В принципе, yaxshi joy вообще zo'r o'qish. Потому что хочется бы поступить в Корею. Я слышала, что тут можно 2 на 2 улететь в Корею учиться. Мне нравится в этом университете, что, в принципе, учителя очень достаточно хорошие. С ними можно найти одну волну. С ними очень интересно разговаривать и, в принципе, обучаться. Минусы — чуть-чуть расписание не очень хорошо ставят. Постоянно много окон. А так, в основном, одни плюсы. Koreys tili yo'nalishi mavjud va ushbu yo'nalishda ta'lim olayotgan talabalarimiz uchun Janubiy Koreyaga juda ham ko'p grantlarimiz bor. Bu grantlarimiz 1 semestrli grantlar va 2 yillik grantlar, ya'ni 1+1 yoki bo'lmasam exchange programma deb nomlasak bo'ladi. Ya'ni bunda talabalarimiz 2+2 dasturimiz ham bor. Talabalar ya'ni 2 yil davomida bizda ta'lim oladi. 2 yil davomida esa bizda hamkor universitetlar 23 dan ziyod, ya'ni Janubiy Koreyaning top universitetlardan 23 tadan ziyod universitet bilan hamkorligimiz bor. Talabalar o'ziga kerakli bo'lgan, ya'ni o'ziga ma'qul kelgan universitetlarda ta'lim olishlari mumkin. Biz har semestrda Janubiy Koreyadan hamkorlarimizdan grant dasturlarini qabul qilamiz va talabalarimizga e'lon beramiz. Ya'ni talabalar o'ziga kerakli bo'lgan dasturlarni qabul qilib, o'sha grantimizda ishtirok etishlari mumkin. Ya'ni bu semestrda ham bizda mart oyida ketadi talabalarimiz, 32 nafar talabamiz Janubiy Koreyaning Sungshin Women's Universiteti, Chungbuk Universiteti, Suncheon Milliy Universiteti va Suncheonyang Universiteti, Kangwon Milliy Universiteti, ya'ni 5 ta universitetga bu safar talabalarimizni yuboryapmiz. Ya'ni bilasiz, tilni o'zimizda, tilni ya'ni xorijiy mutaxassislardan o'rganish boshqa, ya'ni uni amaliyotda qo'llash boshqa. Talaba biz o'qitamiz, o'rgatamiz, ya'ni bizda kafedramiz boshqa kafedralardan farqli o'laroq, ya'ni bizda o'sha xorijiy ustozlarimiz soni 45 nafar. Ya'ni Janubiy Koreyadan kelgan xorijiy mutaxassislarimiz to'g'ridan to'g'ri talabalarimizga dars beradi. Ham o'sha davlatning madaniyatini, tarixini, tilini o'rganib, o'sha yerda amaliyotga ham borishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun talabalarimizga imtiyozlarimiz, imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Har doim e'lon berganda bitta koreys tili fakulteti emas, balki universitetimizdagi 36 ta yo'nalish barchasi Koreyaga 1 semestrlikmi, 2+2 dastur orqalimi o'qish imkoniyati bor. Bunda eng kerakli talabalarimizga talab bu birinchi o'rinda til sertifikati borligi.
topik darajasi yuqori bo'lgan talabalar turli xil GKS grantlarga ketishi mumkin. IELTS darajasi ham bor talabalarimizni yuborishimiz mumkin. Hozirgi kungacha Hanyang universiteti, Gachon universiteti, Songshin Yode universiteti va bir necha universitetlarda bizda 330 dan ziyod talabalarimiz ta'lim olyapti. Bu faqatgina grant asosida va magistratura yo'nalishlarimiz bor. Talabalarimiz Koreyani bitirgandan keyin bilasiz, bizdan diplomni olib, yana keyingi bosqichlarga Koreyada tahsil olyapti. Talabalarimiz to'g'ri bu O'zbekistonga kelib ham ishlashlari mumkin. Koreyani o'zida ham yuqori lavozimda ishlayapti. Ayrim talabalarimiz bor, tarjimon bo'lib ishlaydilar. Ayrim talabalarimiz bor, hattoki elchixonalarda ishlayapti. O'sha uchun bu talabalarimizni yutuqlarini eshitib juda ham xursand bo'lamiz. Yana bitta narsani aytib o'taman, talabalarimiz xorijda tahsil olib kelgandan keyin bular bir semestrga bordimi, 2 yilga bordimi, bular qayta amaliyot o'tashni xohlaydilar. Hozirgi kunda bizani talabalarimiz Koreyaga borib o'qib kelib, o'zlari bilan birga bizda universitetimizni, bizda O'zbekistonimizni, tariximizni, turli xil madaniyatlarimizni aytib, bizni universitetga tashrif buyurayotgan talabalarimiz ham bor. Ya'ni Janubiy Koreya universitetidan, Songshin universitetidan o'sha ikkinchi potokda olyapmiz biz. Har yozda va qishda bizga exchange programmalarimiz bor. Ya'ni yozgi kanikul, yozgi lagerlarimizda talabalar kelib, bizni talabalarimiz bilan birgalikda AI, sun'iy intellekt IT yo'nalishi bo'yicha o'qiydilar va o'zbek tilini o'rganadilar va bu safar oxirgi proyektimiz bo'ldi shunaqa K-Central Asian degan programma, ya'ni bir hafta Koreyada, bir hafta Qozog'istonda, bir hafta O'zbekistonda. 3 ta davlat o'rtasida shunaqa seminar trening o'tkazdik-ki, o'zaro talabalar do'stlashib, fikrlashib, bilim oldilar va o'zini davlatiga borib, kelajakda o'sha nima desam ekan, tilni yanada mukammal o'rganish uchun, harakat qilish uchun o'sha 3 ta davlatni ko'rib xulosa chiqardilar. Bu talabalarimizga tilni o'rganishiga zamin yaratadi. Ya'ni o'zaro do'stlashishiga zamin yaratadi. Ertaga bizda O'zbekistonimizga kelib, ya'ni madaniyatimizni ko'rish uchun ham, ya'ni mehmondo'stchiligimiz, yanada tilni targ'ib qilish yoki bo'lmasam boy tariximizni ko'rsatishga bizga imkoniyat beradi. 안녕하세요. 저는 김효국제대학교의 Men Global Exchange Support Center markazida ish yuritib kelayotgan Park Yunji bo'laman. Bu universitetda Janubiy Koreyaga o'qishga borishni xohlaydigan talabalarga yordam beradigan vazifani bajaraman. Talabalar 2+2 dasturi yoki bir semestrlik almashinuv dasturi kabi dasturlar orqali Janubiy Koreyaga yanada osonroq va muammosiz bora olishlari uchun yordam berib kelmoqdaman. Ayniqsa viza tomonlama va shu kabi odatda tez uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun harakat qilmoqdamiz. Undan tashqari, Janubiy Koreyaga o'qishga bormoqchi bo'lgan talabalardan koreys tilini bilish talab etilgani sababli bizning koreys tili filologiyasi yo'nalishida koreys tilini noldan boshlab 2 yil davomida, ya'ni 2-kursni bitirish vaqtigacha iloji bo'lsa 3 yoki 4-darajadagi til bilish sertifikatlarini qo'lga kiritish imkoniyatlarini berib kelmoqdamiz. Siz ham harakat qilib ko'ring va Janubiy Koreyada tahsil olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Rahmat. 도전을 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. Kyotda o'qiyotgan talabalar 2-kursdan 4-kursgacha bo'lgan davrda bir semestr davomida Janubiy Koreyadagi universitetlardan birida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qo'shimcha ma'lumot va ro'yxatdan o'tish uchun Kyotdagi Global Exchange Support Center sizga barcha dasturlar bo'yicha batafsil ma'lumot, maslahat va hujjatlar bilan bog'liq yordamni taqdim etadi. Universitetda umuman detallar menga o'zi qanaqadir san'at bilan bog'liq narsalar har bitta universitetga borganimda e'tiborimni tortadi. Bu portretlar bo'lishi mumkin. Hammasini qanaqadir o'zining ma'nosi bor. Devorlarda har xil kompozitsion kartinkalar bor. Paparam, papalam, men traktor едет. Vau. Qatga bor o'zi. Hozir biz mana shu binoni eng baland etajdamiz va bemalol mana shu qaysi etajda bo'lmang ko'rish mumkin. Har bitta etajdagi ya'ni arxitekturasi qiziqda. Shunaqa aylanma qurilgan. Rosti to'g'risi tushunmayman unchalik, no qiziq qurilganda. Вот mana shu yerdan top pastgacha boshim aylandi уже.
ko'rish mumkin. Har bitta etajda eng pastdagi kirib kelaverish, kirish. Ay. Qiziq universitet ekan juda. Demak, davom etamiz boshqa etajlarda qanaqa? Universitet o'zining zamonaviy klinikasiga ega, ya'ni Kimyo University Hospital. Biz hozir Toshkent kimyo xalqaro universiteti tibbiyot maktabidamiz. Bu yerda shu tibbiyot maktabi dekani Jobir Ahmedov bilan suhbatlashamiz. Bu yerda talabalar qanday shifokorlik darajasiga yetishlari, ta'lim sifati, talabalarga yaratilgan imkoniyatlar haqida va bu yerning ichki sharoitlari haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar tibbiyot maktabimizga. Tibbiyot maktabimiz universitetimizning eng katta va eng yirik maktablaridan biri hisoblanadi. Tibbiyot maktabimiz 2021-yilda tashkil topgan. Bugungi kunda mana talabalarimiz 5-kursga yetib borishdi. Bizda hozirgi kunda tibbiyot maktabimizda davolash ishi, stomatologiya, pediatriya va hamshiralik ishi yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlab boriladi. Demak, auditoriyalar talaba qayerda mashg'ulot o'tadi, nazariy mashg'ulotni qayerda o'rganadi degan savol. Bu albatta mana bunday katta auditoriyalarimizda. Bu auditoriyamiz bir vaqtning o'zida 180 ta talaba sig'imiga ega. Va bunday auditoriyalarimizdan mana shu hozir biz turgan binoda 10 ta auditoriya tashkil etilgan. Bu degani demak taxminan 2000 ga yaqin talaba bir vaqtni o'zida 2000 ga yaqin talaba ma'ruza mashg'ulotlarida ishtirok etadi va to'g'ridan to'g'ri eshitadi. Mana bizda katta mana bunday monitorlar ham o'rnatganmiz. Bular uzoqda o'tirgan eng oxirgi qatordagi talabalarga ham tasvir sifatini yuqori darajada yetkazib berish va aynan o'sha taqdimotlarni ko'rish, video darslarni ko'rish yoki bo'lmasam translyatsiyalarni ko'rish imkoniyatini beradi. Juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Maxsus o'sha elektron demak tribunalar orqali bu monitorga ulanadi va talabalarimiz bir vaqtning o'zida nazariy bilimni mana shunday katta auditoriyalarda, mana ko'rib turibsiz, yorug', katta, qulay auditoriyalarda o'rganishadi. Menimcha har bitta talaba universitetga o'qishga kirishdan avval mana shunaqa aynan tepadan pastga tushadigan tasavvur qiladi. To'g'rimi? Shunaqa auditoriyada o'tiraman deydi, kinolarda ko'rgan. Bu yerda esa mana ko'rib turibsizlar, real hayotda bu tatbiq etilgan. Yaxshi, ketdik dальше. Qanaqadir kimyoviy doridagi qo'shimchalarni belgilab tushuntirish uchun. Mana biz hozir tibbiyot maktabi uchun tashkil etilgan ikkita katta kutubxonadan bittasidamiz. Xuddi shunday kutubxonamiz keyingi binomizda ham bor. Bu yerda bir vaqtning o'zida demak 500 ga yaqin talabalar bemalol kitoblarni olib, foydalanib o'qishlari mumkin bo'ladi. O'quv jarayoni 3 ta tilda amalga oshiriladi, ya'ni o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida tashkil etiladi. Shu sababli bu yerda kutubxonamiz fondida mavjud bo'lgan kitoblarimiz ham o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilidagi darsliklarimiz bor. Mana bu yerda bizni demak birinchi va ikkinchi qavatda kutubxonamizni elektron resurslari joylashgan qismi, ya'ni kompyuterlarda bemalol o'sha bizni o'zimizni maxsus katta elektron platformalarimiz bor. O'sha platformalarni sotib olganmiz. Mana shu platformalarga kirib, tibbiyotga tegishli bo'lgan juda ham ko'plab darsliklarni elektron versiyalari bilan tanishishlari, uni ko'rishlari, o'rganishlari kerak bo'lsa, o'zlariga olish, yozib ko'chirib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'lim tili shu 3 ta tilda olib boriladi dedingiz. Bu ya'ni talabalar o'zi tanlaydimi? Masalan, albatta. Xalq tilida aytganda rus potok, o'zbek potok, ingliz tilida ham butunlay o'zlari Bu kirish imtihonlaridan boshlanadi. Ya'ni talaba hujjat topshirayotgan vaqtida unda 3 ta tilni tanlash imkoniyati bor. Xohlasa o'zbek tilini tanlaydi, xohlasa rus tilini, xohlasa ingliz tilini. Qaysi tilni tanlasa, shu tilda imtihon topshiradi, kirish imtihonlarini va xuddi shu tilda keyin o'qishni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Bu ixtiyoriy jarayon. Xohlagan tilda o'qish imkoniyati bor talaba. Buni o'zi tanlaydi. Hindistondan, Misr Arab Respublikasidan, Koreya Respublikasidan biz professor o'qituvchilarni jalb qilganmiz. Ular ta'lim jarayonida o'sha o'zlarini ingliz tilida olib boradigan guruhlarga kirishadi, o'zlarining amaliyotlarini bemalol ular talabalarga o'rgatishadi, o'zlarining bilimlarini. Bundan tashqari bizda har yili 2 marta, 3 marta xorijdan professor o'qituvchilarni taklif etish amaliyoti bor. Demak, biz mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda ham mashhur professor kardiojarrohni taklif etdik. Mr. Od janoblari ular kelib bizdan talabalarimizga bir hafta ham nazariy bilim o'tdilar, ham jarrohlik amaliyotlari bo'yicha master klass ko'rsatdi va shu bilan birgalikda o'sha ma'ruzalar o'qib ketdi.
Yaponiyadan bizga mutaxassislar tashrif buyuradi, Janubiy Koreyadan mutaxassislar tashrif buyuradi va ular bizni talabalarimizga o'sha bir hafta 10 kun davomida kurslarni o'tib borishadi. Bu o'zimizda doimiy faoliyat yuritayotgan xorijiy o'qituvchilardan tashqari, demak jalb etiladigan xorijiy mutaxassislar hisoblanadi. Birinchi navbatda men shuni aytib o'tmoqchi edimki, kontrakt masalasi, частный institut bo'lgandan keyin baribir narxi davlat institutlariga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Barcha talabani aynan mana shu narsa ko'pincha o'ylantiradi. Lekin biz universitetimiz talabalarga mana shunday imkoniyat yaratdiki, grant asosida o'qish va undan keyin 100% stipendiya olish imkoniyatini ham yaratib berdi. Demak, buning uchun bizdan talabalardan nima talab etildi? Shunchaki o'qish, qiziqish va intiluvchanlik talabalardan talab etildi. Bepul o'qishda ikkita yo'li, birinchisi yoki grant, bu qanchadir foiz bizni kontraktimizdan chegirma desak to'g'riroq bo'ladi va ikkinchisi bu universitetimiz tomonidan stipendiya, imenная stipendiya, nomdor stipendiyalar. Demak, bunda ikkalasida tartib biroz har xil. Demak, grant bu fakultetlar aro. Demak, har bitta fakultetga, misol uchun davolash ishi, tibbiyot maktabi uchun qanchadir bir miqdor ajratilinadi va konkurs ketadi. Demak, bu konkursda tartibi qanaqa? Talaba birinchi navbatda GPA ko'rsatkichi, bu o'rtacha baholar ko'rsatkichi yuqori bo'lishi, ikkinchidan hech qanday bir faillari, demak, qoniqarsiz baholari bo'lmasligi, undan tashqari turli xil men hali ta'kidlab o'tganimdek olimpiadalar, konferensiyalar va ilmiy maqolalar bilan izlanishi talabani. Demak, talaba qanchalik izlanuvchan bo'lsa, shuncha yaxshi. Stipendiya bo'lsa, xuddi shu narsalarda portfolio qilib, fayl qilib topshiriladi va undan tashqari imtihon bo'ladi. Demak, barcha talabalar yig'iladi, tarix, logika va ona tilidan asosan imtihon topshiriladi. Ona tili deganda ingliz tili asosan ko'proq, baribir xalqaro darajaga yetkazish uchun. Shu tartibda stipendiyalar 100% ajratilinadi va eng kami 75%, grant bo'ladigan bo'lsa 25, 50, 70 hamda 100%. 100% bo'lsa уже stipendiyaga o'tib ketadi. Mani o'zimga keladigan bo'lsak, 2, 3, 4-kurslar uchun 50% dan grant sohibasi bo'lganman va mana bu yil 100%lik nomdor stipendiya sohibasi. Meni eng yoqtirgan, meni universitetda eng jalb qiladigan tomonini so'rasalaring, men klinikamizni aytgan bo'lardim. Chunki baribir biz bo'lajak shifokorlarmiz, biz to'g'ridan to'g'ri bemorlar bilan ishlashimiz kerak. To'g'ri, biz bu yerda ba'zi bilimlarni olamiz, lekin kelajakda biz bemorlarning ishonchiga kirish uchun ko'proq baribir amaliyot kerak bo'ladi. Shuning uchun bizning klinikada turli xil profildagi vrachlarimiz, mutaxassislarimiz ko'p va biz uchun dostуп ham bemalol. Biz bemalol kirib bo'limlarda shifokorlar bilan ulardan maslahatlar so'raymiz. Ular bizga ko'p narsani o'rgatadi va shu bilan birgalikda bemorlar bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatlasha olamiz. Kasallik tarixi yig'ish, ularni buni ko'rib chiqish, shu barchasini o'sha nazariy olgan bilimlarimizni amaliy klinikada o'tashimiz. Qiyin tomonlariga keladigan bo'lsak, konkurensiya va shundan xursand bo'laman. Bizda sog'lom konkurensiya. Chunki har xil o'zimizni tengdoshlarimiz bilan bahslashamiz, vaqti kelganda bellashamiz va shu paytda kimdandir bilimimiz pastroq bo'lib qolishidan qo'rqishimiz, cho'chishimiz. Chunki bizning kasb juda ham jiddiy va ответственный kasb. Biz bu yerda hech qanaqa bir hazil-huzul bilan yo gap olib qochib chiqib keta olmaymiz. Shuning uchun konkretniy faktlar keltirib shug'ullanishimiz kerak. Bo'lajak talabalar, abituriyentlarga agar murojaat qiladigan bo'lsam, kimyo xalqaro universitetini tanlashganda hech qachon afsuslanishmaydi, bu aniq. Chunki bizda o'qituvchilarimiz ham nima deydi, podxodi o'zgacha. Misol uchun bir mavzuni tushunmasa, talaba darslikdan qolib ketsa, bo'ldi, o'zing shug'ullan, bor deyilmaydi. Qachonki ustozlarga borib yordam so'rasa, doimo ustozlarimiz yordam berishga, qo'llab-quvvatlashga tayyor. Bu nafaqat dars jarayoni, balki men aytib o'tgandek, ilmiy
tomonlama shug'ullanib rivojlanmoqchi bo'lsa, bu tomondan ham universitetimiz qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari chet el bilan ko'p hamkorliklar olib borilyapti. Mana bu yanvar oyida qishki ta'tilimizda bir guruh 10 talabadan iborat bo'lgan bir guruh talabalar Xitoyga yuborildi va u yerda amaliyot o'tab kelishdi. Bu nafaqat chet ellik talabalar bilan bilim almashinuvi, balki talabaning o'zi uchun ham bu juda ham zo'r ta'til bo'lib o'tdi. Chet elda sayohat qilib, amaliyot qilib kelishdi. Bu nafaqat Xitoyda, balki rejalashtirilyapti. Kelajakda Koreya bilan, Gurjiston bilan va yana bir qator davlatlar bilan shartnomalar tuzilyapti. Bu menimcha ancha-muncha institutlarda yo'q narsa. Shu tomoni eng asosiy afzalligi. Va undan tashqari men aytib o'tgan bo'lardim. Albatta mana shu stipendiyalar qancha ko'p o'zi harakat qilsa, shuncha ko'p pul yutib oladi va bu hamma uchun ham foyda deb o'ylayman. Biz hozir mana katta MA binomizdan keyingi navbatdagi binoga o'tamiz. Mana shunaqa binolardan binolarga o'tish joyida bizda maxsus o'tish yo'laklari tashkil etilgan. Buni ikkita funksional vazifasi bor. Birinchidan, demak, yilning sovuq vaqtlarida tashqarida bolalar yurishmaydi, to'g'ridan-to'g'ri bir binodan ikkinchi binolarga o'tish imkoniyati bor. Ikkinchidan, albatta bu sterillikni saqlash uchun. Chunki bizda binolardan to'g'ridan-to'g'ri dars jarayonida klinika amaliyotiga o'tish vaqtlari bo'ladi. Mana shu vaqtlarda ko'chadagi kiyim bilan yoki bo'lmasam tashqarida kiyib kelgan kiyim bilan yoki ko'chadan yo'lni bosib o'tib klinikaga kirmaslik uchun bir binodan ikkinchi binoga mana shunaqa o'tish joylarimiz tashkil etilgan. Laboratoriyalar mavzusini davom ettirgan holda aytishim mumkinki, hozir biz turgan xonamiz bu stomatologiya yo'nalishi talabalar uchun tashkil etilgan maxsus fantom zali hisoblanadi. Bu fantom zalida mana ko'ryapsiz, bir vaqtning o'zida 25 nafar talaba o'tirib, to'g'ridan to'g'ri mana bunday simulyator fantomlarda ishlashlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bu real, masalan, patsient bilan ishlashdan oldin, real bemor bilan ishlashdan avval qo'llarini maksimal darajada mana shu haqiqiy o'sha stomatologni o'sha bor mashina deymiz, mana shu apparatiga maksimal o'sha aynan bir xil qilib yasalgan. Undan tashqari mana mikroskop orqali katta monitorga chiqarish, uni ko'rish imkoniyatini beradi va talabalar bemalol mana shu yerda o'tirib o'zlarini amaliyotlarini qilishlari mumkin bo'ladi. Albatta, o'qituvchi nazorati ostida ular to'g'ri, noto'g'ri bajarayotganini ko'rishimiz mumkin. Sizlar nima his qilmaysizlarmi shunda? Уже o'rganib ketgan. Qani ovqat yegan yilida tushishlarda. Bu darsda точно tushlarimga kirib chiqsa kerak. 2 qo'yishsa kerak menga bu darsda. Hozir mashinani tozalab tashlaysizlarmi? Hammasini. Ancha yetadi. Ancha yetadi. Bosh bag'irroq odam bo'lish kerak ekan. Men kuchli qizman-ku, yig'lamashga harakat qildim, lekin как будто men bu tishim mana qilib kiryapganda, shunaqa o'zimni yomon his qildim. Odam o'ldirayotgandek his qildim o'zimda. Bu yo'nalish men uchun emas ekan. Menga qanaqadir, вообще tibbiyot men uchun emas. Men sensitiv odamman. Shunaqa taassurotlar. Meni mazam qo'shib qoldi. Qansini o'z tanamda his qilib, talabadek bir kun yashab berdim. Tan beraman tibbiyot xodimlariga, tibbiyot talabalariga, tibbiyot yo'nalishida o'qiydigan talabalarni peshonasidan o'pish kerak. Faqat u shifokor bo'lgandan keyin shifokorlarnikiga menimcha juda bir eng ulug' kasblardan biri deb o'ylayman. Endi tibbiyot talabalariga kelsak, tibbiyot talabasi bo'lishi o'zi juda mashaqqatli ekan. Uning uchun juda ham katta yurak kerak, katta sabr kerak. Qanaqa ham kuchli inson bo'lish kerak. Xoh qiz bola bo'lsin, xoh o'g'il bola bo'lsin. Masalan, men sensitiv odam sifatida chida olmadim. Umuman bir para to'g'risini aytaman, o'tira olmadim. Yuragim ko'tarmadi. Talabalar nechanchi kursdan boshlab klinika amaliyotiga jalb etiladi? Birinchi kursga kelgan talabalar klinika bilan tanishishni boshladilar. Ya'ni tibbiyot kasbiga kirish deb nomlangan fanimiz bor birinchi kursda
Mana shu fan doirasida ular o'zimizni universitet qoshidagi klinikamiz va shu bilan birgalikda biz bilan hamkorlik qiladigan Toshkent shahrida joylashgan boshqa davlat va nodavlat klinikalarga tashrif buyurishadi. Bu yerda ular birinchi navbatda kichik tibbiy xodim vazifalari bilan tanisha boshlaydi. Ya'ni oddiy xalq tilida aytganimizda sanitarlik faoliyati bilan tanishishni boshlaydilar. Hali ular bemorlar bilan muloqot qilishmaydi. Hali ular bemorlarga qo'l bilan tegishmaydi, lekin eng oddiy shifoxonada kichik tibbiy xodim qiladigan vazifalarni o'rganishdan boshlashadi. Ikkinchi kursga o'tganlarida keyin jarrohlik bemorlarni parvarishlashni o'rganishadi. Uchinchi kursga o'tganda hamshira yordamchisi sifatida faoliyatini boshlashadi. 4-5, 6 kurslarda endi shifokor yordamchisi sifatida klinikalarda amaliyotni boshlashadi. Demak, agar aynan shifokor qiladigan vazifalar bo'yicha hisobga olib aytadigan bo'lsak, 4-5, 6 kurslarda shifokor yordamchisi bo'lib faoliyatini boshlaganda ular endi o'zlarining bo'lajak kasblariga tayyorgarlik ko'rishni amaliyot qismini boshlashadi. Qaysi shifoxonalar va klinikalar bilan hamkorlik bor? Ya'ni talabalar u yerda borib bemorlar shu amaliyot jarayonlarini amaliy bajarish uchun. Asosiy klinik bazamiz biz universitetimiz qoshida tashkil etilgan Kimyo University Hospital hisoblanadi. Bu klinikamiz 200 kasal o'rniga ega va ko'p profilli klinika hisoblanadi. Bu klinikada amaliyot o'tishadi va shu bilan birgalikda Toshkent shahrida joylashgan juda ham ko'plab davlat va nodavlat klinikalari bor. Shular jumlasidan masalan birinchi shahar klinik kasalliklar shifoxonasi, bundan tashqari mana ilmiy tekshirish markazlari bor. Ilmiy markazlarimiz fiziatriya va pulmonologiya ilmiy tekshirish institutlari. Undan tashqari mana tug'ruqxona komplekslari deymiz, dom deymiz, oddiy xalqning tilida. Bu muassasalar bilan va Toshkent viloyati klinik kasalxonasi, bundan tashqari somatik kasalliklar shifoxonasi, mana shu muassasalar va boshqa o'zi 30 dan ortiq bizning hamkorlik qilgan klinikalarimiz bor. Ularning barchasida bizni talabalarimiz borib tibbiyot amaliyotlarini o'tashadi, bemorlarni ko'rishadi va umuman o'zlarini amaliyotini mustahkamlaydi. Nima uchun aynan Kyotni tanlagansiz? Birinchidan uyimga yaqin. Kontrakti ham boshqa institutlarga nisbatan ancha arzon va forma обучения ham juda ham sifatli. Qaysi jihati uchun yaxshi ko'rasiz, qadrlisiz bu universitetda almashmagan bo'lardingiz? Menga eng yoqqan tarafi bu uni bibliotekasi. Juda ham menga qoyil qo'ygan joyim mana shu librariyaga va, конечно же, meni o'rtoqlarim, bu yerga yaqinlarim. И ustozlarga ham огромный respekt. Toshkent tibbiyot akademiyasiga topshirganimda ballim ozgina yetmagan. Kelgan menga eng qulay va ta'lim sifati yaxshi institut bu Kyot bo'lgan. Shuning uchun mana shu institutni tanlaganman. Universitet hayoti bilan bog'liq eng esingizda qolgan voqea. Sessiyaga kelganman, o'sha payt meni ID'm qolib ketgan bo'lgan. Shunaqa qilib kira olmaganman. Bu yerda ID bo'lmasa umuman kiritishmaydi. Yo'q, ID bo'lmasa kiritishmaydi ham. U payt imенно sessiyaga вообще kira olmaysiz. Demak, simulyatsiyon markazimiz eng asosiy binosi, eng asosiy xonasi mana shu joy hisoblanadi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, bir nechta kravatlar, koykalar tashkil etilgan. Mana ketma-ketlikda ularni qo'yib borganmiz. Bu yerda masalan o'sha bemorni dastlabki tekshiruvdan o'tkazish, shu bilan birgalikda demak bemorning qon bosimini o'lchashdan boshlab, o'sha tonometriyadan boshlab inyeksiya qilish, masalan mana maxsus o'sha vena tomirlarini aniqlash qo'lda va ularga demak o'sha xalq tilida aytganda o'sha kapelnitsa deymiz, osma ukollarni qo'yish yoki oddiy inyeksiya qilish yo'llarini o'rganiladi. Bu asosan o'sha hamshiralik amaliyoti jarayonida ishlatiladigan mulojlarimiz. Bundan tashqari albatta tug'ruq jarayoni bilan bevosita bog'liq savollar va urologiya va ginekologiya bo'yicha mana maxsus mulojlarimiz bor. Bunda demak o'sha chanoq bo'shlig'iga kirish, tug'ruq jarayonlarini boshqarish kabi funksiyalarni bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu tomonda mana chaqaloqlar, o'sha yangi tug'ilgan chaqaloq va mana tug'ilganidan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyingi davrlari, yo'ldosh va umuman mana shu chaqaloqni nima deydi, parvarishlash, bunga qanday ishlov berish, mana shularni hammasini bu yerda bemalol ko'rishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, demak, turli bizda maskalar ham bor.
Bu maskalarimiz masalan o'sha mana ko'ryapsiz, ya'ni kuyib yongan yonib jarohat, ya'ni kuyish jarohati, yonish jarohati yoki mana qo'lda kuyish jarohatlari bo'lgan bemorlar holati yoki sanchilgan, mana kesilgan jarohatlar bo'lishi mumkin, oyoqlardagi yoki mana bosh sohasidagi, qo'l sohasidagi jarohatlar. Ya'ni bemorga demak yuz qismi mana bu yerda bizni katta ilojimizga bemalol buni almashtirib o'rnatish mumkin. Ustidan almashtirib o'rnatiladi maxsus orqasidan va shu talabalardan bunday bemorlarga qanday ishlov berish kerak degan savollar berilib, o'sha parvarish qilish, uni birinchi yordam ko'rsatish, mana shu jarayonlarni o'rganish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu almashtirish imkonini beradi. Chunki asosiy masalan jarohat bosh sohasida bo'layotgan bo'lsa, bir nechta variantlarni kuyish jarohati, sanchilish jarohati yoki boshqa tanani qismlaridagi jarohatlar bo'yicha bu yerda ham o'rgansak bo'ladi. Xuddi shunday mana bu yerda quloqni tekshirish, ya'ni mana bu tomonda ko'rib turganingizdek harakatlanuvchi maxsus moslamasi bor va bu mana shu ichkarida yuradi va otoskop yordamida demak quloqni o'sha nog'ora pardani holati, unda jarohat bor yoki yo'qligi, yallig'lanish bor yoki yo'qligi, shunga o'xshash patologiyalarni tekshirish imkonini beradi yoki mana quloqlarni bemalol almashtirish mumkin, boshqa quloq qo'yib uni ham ko'rish mumkin bo'ladi. Bu tomonida mana xuddi shunaqa ko'z bilan bog'liq demak simulyatorlarimiz mana ichkari tomonda. Bu o'sha ko'zni tekshirish oftalmoskop yordamida yoki o'sha ko'zni ko'rikdan o'tkazishni o'rganishadi bu yerda. Birinchi yordam ko'rsatish uchun mana mulajlarimiz ham bu yerda qo'yilgan va bu yerda ham mana xuddi shunaqa tikishni o'rgatadigan mulajlarimiz ham bor. Mana bunaqa odamni tanasiga maksimal yaqinlashtirilgan demak vositalarimiz bor. Bu aynan o'sha chok qo'yish, tikish jarayonlarini o'rgatishda talabalarga qo'l keladigan mana simulyatorlarimiz. Mana bu qatorning hammasi demak o'sha har bitta qo'ygan bemorimiz ma'lum bir holatni, klinik holatni o'rganishga asoslangan. Mana kuyish jarohati bilan yotgan bemor, bo'lmasam boshqa patologiyalarga uchragan bemor, mana shularning hammasini ketma-ketlikda ko'rib o'rganish imkoniyati bo'ladi. Qachonki mana shu simulyatorlar yordamida bemorni holatlari, patologik holatlar, jarohatlar simulyatsiya qilib, ularga to'g'ri ishlov berish, ularga to'g'ri parvarishlashni o'rgangandan keyingina biz ularni haqiqiy bemorga yaqinlashtirishimiz mumkin. Bularda ular avtomatizmni shakllantirmasdan turib, haqiqiy bemorga dostуп berish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun oldin simulyatorlarda tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Bu yerda universitet juda ham katta bo'lgani uchun, yo'nalishlar ko'p bo'lgani uchun A blok, B blok, C blok, plus hammasidan qisqacha fakultetlar haqida ma'lumotlar oldik. Kompyuterimizda endi oshxona bilan davom etamiz. Xo'p, student sifatida, Kyot universiteti studenti sifatida bu yerdagi taomlardan tatib ko'ramiz, narxlar bilan bo'lishamiz. Umumiy 10 ballik reytingda oshxonani baholaymiz. Talabalar bilim olish jarayonida ma'naviy ozuqa olishadi. Lekin har qanday ma'naviy ozuqani olib, uni yanada mustahkamlash uchun talaba to'g'ridan-to'g'ri ma'noda ham ovqatlanishi kerak. Bizni tibbiyot maktabimizning o'zida ikkita katta mana shunday ovqatlanish zali tashkil etilgan. Bir vaqtning o'zida demak 800 ga yaqin talaba bemalol katta tanaffus vaqtlarida yoki akno vaqtlarida chiqib bemalol ovqatlanishlari mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, hozir ham как-раз o'sha obed tushlik vaqtida keldik. Bu yerda talabalarimiz juda ham ko'p. Ovqatlanish bilan ular hammasi band. Bas bitta obed 42 mingga tushdi. Hozir ovqatni olib kelaman. Bor yo'g'i 42 ming so'mga tushdi. Salat, ovqat, non. Ta'mi undan menga juda ham yoqdi. Mazali va hamyon bor.
Durdonaxon, endi mana biz hozir B binomizga keldik. Bu binoyimiz asosan muhandislik maktab yo'nalishlari uchun qilingan va o'sha ko'rib turganingizdek orqamizda arxitektura va qurilish talabalari tomonidan yaratilgan ijodiy ishlar hisoblanadi. Ular asosan yakuniy imtihonlarga shunaqa katta maketlar topshirishadi. Ko'rib turganingizdek bu Eyfel minorasi bor, Malayziyadagi o'sha Twin Tower'imiz bor va boshqa o'zlarini fantaziyalari bilan yaratilgan ijodiy ishlar ham bu yoqda mavjud. Bu laboratoriyada bizning muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarini ishlarini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni san'at va muhandislikni bir-biri bilan kollaboratsiyani integratsiyasi asosida yoshlarimizni shu muhandislikni san'at darajasida ko'rsatib berish uchun qilingan ishlamalar hisoblanadi. Oddiygina misol Einstein masalani oladigan bo'lsak, bu yerda Einstein suratini klaviaturani donachalaridan tizishgan bo'ldi. Bu yerdagi hamma eksponatlarni talabalarni o'zi tayyorlagan. Talabalar ustoz bilan birgalikda amalga oshirgan ishlari. Ya'ni ustoz yo'l yo'riq ko'rsatgan holatda talabalarimiz o'zini amaliy ishlarini bajarishgan. Nega aynan Qtni tanlagansiz? Chiroyli joylari, o'qitishi ham zo'r, keyin bu yerda o'quvchilar дружелюбный. Boshqa mana O'zbekistonda universitetlar ko'p, xususan xususiy universitetlar ham ko'p. O'sha boshqa universitetlardan bu Qtni nima farqli jihatlari bor deb o'ylaysiz, ajralib turadigan? Nimasi bilan boshqacha bu universitet? Ajralib turishimi? Bu yerda har xil yo'nalish bor, bu yerda yana har xil studentlar bor, o'qituvchilar bo'lsa kerak. O'zi qaysi fakultet yo'nalishida o'qiysiz? Maxsus pedagogika. Demak, shu universitet orqali Yaponiyada amaliyot dasturini o'tab kelgan talaba bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaponiyaga amaliyot grantini yutib Grant o'tinish uchun 1 yil til o'rgandim. Yapon tilini. Yapon tilini. Также institutimizga yapon tashkilotchilari kelib, har 2-3 oyda suhbatdan o'tkazishdi. Shu joyda o'zimni ko'rsatdim. Qiziqishim borligini ham bildirdim ularga. Bizning arxitektura bo'limimiz bilan shartnoma tuzib, Yaponiyadan kelgan kompaniyalar, arxitektura kompaniyalar o'ziga ishlovchilar qidirishdi. Ko'proq til bilish darajasiga bo'la ko'ra grant oldim, chunki boshqa qiziquvchilar kam bo'ldi. Men shu joyda harakat qilib, o'zimni qiziqishimni ko'rsatib, til bilimim borligini ham ko'rsatib, shunaqasidan grant yutib oldim. Yo'qda 2 hafta bo'ldik. 1,5 hafta Okinavada bo'ldik. Yo'qda firmalar ish joyiga borishdi, o'zini firmalarini ko'rsatishdi, ish joyini. Также yarim hafta Tokioda bo'ldik. Qiziq bo'lgan narsalar, ular juda disiplinirованный ishlashar ekan. Полный boshidan oxirigacha планировать qilib ishini. Также командная работа ham bitta ishni 4-5 odamga bo'lib tashlashadi. Bizda bitta ishni bir kishi qiladigan bo'lsa, 4-3 ta ishni bir kishi qiladigan bo'lsa, ular o'sha har bitta odamga bo'lib ish jarayoni maksimal kачествоda bo'lishi uchun bir-birini tekshirib shunaqasi ishlashar ekan. Bu yerdagi fanlar shunaqa tashkil etilganki, bitirgandan keyin kamida mahallaning eng zo'r tikuvchisi bo'ladi. Bu anaqa, chunki kasb hunari o'rgatiladi, tikuvchilik hunari o'zi juda ham mashaqqatli hunar. Mina bilan quduq qazigan bilan tenglashtirsa bo'ladi. Bu yerda ham fantaziya kerak, ham ko'nikma kerak, ham sabr kerak, juda ham. Bu kamida. Demak, uyda bemalol yaxshi kelin, yaxshi ona bo'lib, yana tirikchilik qilsa bo'ladigan darajada o'rgatiladi, chunki TBT, ya'ni tikuv buyumlarining texnologiyasi fanidan o'qituvchilarimiz juda ham kuchli maktabga ega. Yaxshi o'rgatishadi hamda modeling fanimiz bor. Bu demak bichuv bo'yicha. Ya'ni kelajakda ko'pi bilan o'zini brendini, o'zini ishlab chiqarish korxonasini ochish va uni muvaffaqiyatli yuritish imkonini beruvchi bilimlar va ko'nikmalar ham beriladi. Xalqaro almashinuv bor, xalqaro hamkorlarimiz bor universitetda, Turkiyada, Xitoyda, Bolgariyada bizning yo'nalish bo'yicha, demak bemalol bir semestrini u xorijiy universitetlarda ham o'qib kelish imkoniga ega bo'lishadi talabalarimiz. Demak, shu kamida mahallaning eng zo'r tikuvchisi, ko'pi bilan
Parij, Vogue jurnallari bemalol. Men aminman, chunki bunaqa tajribalarimiz bor bitiruvchilarimiz. Bu fakultetga umuman bu yo'nalishga kirish uchun albatta dastlabki ma'lumotlari bo'lishi kerak, hech bo'lmasa chizishdan ko'nikmalari bo'lishi shart. Va moda dunyosida dunyoqarashi bo'lishi kerak. Xalqaro brendlarda, moda sanoatida, moda industriyasida qanaqa jarayonlar bo'layotganini bilishi kerak. Qabul imtihonlari suhbat asosida bo'ladi va suhbatda abituriyentni portfoliosi, ya'ni o'sha chizishi, bilishini ko'rsatuvchi, isbotlovchi eskizlar ko'riladi. Mana birinchi kurs talabalari ham yechishi kerak hamda shu moda bo'yicha nimalarni bilishini ozgina bo'lsa ham suhbat qilib olishadi. Badiiy yo'nalish bo'lgani uchun maxsus iqtidor talab etiladigan soha bu o'zi aslida. Shuning uchun abituriyentlarga ko'proq chizish, o'zini o'sha didini rivojlantirish, chizish ko'nikmasi, rang bilish ko'nikmasi kerak bo'ladi qabul paytida. Faqat ijodiy ko'nikmalarini namoyish etuvchi portfolio, papkasi va suhbat bo'ladi. Rahmat sizga katta. Rahmat. Bu laboratoriyamiz mexatronika laboratoriyasi hisoblanadi. Talabalarimiz bu yerda nazariy bilimlarni olishadi. Bu kompyuterlarda simulyatsiyalarni amalga oshirishadi va studentlarimizda o'zlariga biriktirilgan laboratoriya ishlarini bajarishadi. Masalan, hayotda sodda qilib tushuntirganda qaysi kasb egalari bu fakultetda o'qib chiqadi? Hayotda sodda qilib tushuntirganda qayerda ishlab chiqarish mavjud bo'lsa, qayerda kichik sohada va katta sohada misol uchun ishlab chiqarish zonalari bo'lsa, o'sha yerda barcha shu yo'nalishdagi misol uchun o'sha jihozlar deylik, elementlar foydalaniladi. Ya'ni o'sha zavodlarda ishlab chiqarishda ishlamoqchi bo'lgan har qanday misol uchun talabalarimiz shu yerda ilm olib, ko'nikmalarini shakllantirsa, ertaga borganda o'zlariga eng nima deydi, portfoliosi ham va ko'nikmasi ham shakllangan holatda zo'r holatda bo'ladi. Yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha talabalarimiz o'qiydigan laboratoriya joy, ya'ni laboratoriyasi. Bu yerda talabalarimiz nega svetoforlar qo'yilgan? Avvalosi yo'llardagi xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha saboqlarni olishadi. Ikkinchidan hozir yana bitta loyiha ustida ishlanyapti. Bu yerda laboratoriyamiz boyitilyapti. Kamera yordamida hozirgi kunda juda katta muammo hisoblangan tirbandlikni oldini olish. Ya'ni nima qiladi unda? Kamera yordamida o'sha svetoforlar ikkalasi sinxron ravishda bog'lanadi. Shu laboratoriyamiz shu holatga boyitilyapti. Va bu bilimlarni, bu ko'nikmalarni mana shu laboratoriyada yo'l harakat xavfsizligi talabalarimiz bemalol olish imkoniyatiga ega. Bu o'quv stendida sodda qilib aytganda bola nimani o'rganadi? Erta har qanday zavodga borganda xomashyodan boshlab to mahsulot ko'rinishgacha kelgan barcha konveyer liniyasini avtomatlashtirishni o'rganadi. Qisqa qilib aytganda bu bolani eng o'sha yuqori kurs va magistraturada tahsil olayotgan talabalarimizni diplom ishlari va amaliyot ishlari ko'pincha mana shu liniya asosida beriladi. Navbatdagi laboratoriyamiz bu turizm talabalari yo'nalishi uchun qilingan laboratoriya hisoblanadi. Hozir mana ko'rib turganingizdek bizda kichkina mehmonxonaning bar proyekti qilingan. Bu yerda talabalar shu har xil kokteyllar, har xil ichimliklar qilishni o'rganishlari mumkin. Bu yerda estetik kosmetologiya fani bo'yicha qizlarimiz amaliyot jarayonlarini olib borishadi. Bundan tashqari kosmetik kimyo degan fanlarimiz bor. Kosmetik kimyo fanlarida shu kosmetik vositalarimiz tarkibini o'rganishadi talabalar. Chunki kelayotgan mijoziga, qilayotgan muolajasini tarkibini bilmasdan turib, har xil muolajalar qilish mumkin emas. Individual hammani terisi. Shuning uchun har bitta kelayotgan mijozimizga tarkibini o'rgangan holatda, aytib bergan holatda muolaja bajarishadi. Bundan tashqari nutritsiologiya fanlarimiz bor. Nutritsiologiya fanlari bu yangi nom bilan aytiladi, oldin dietologiya deb aytilardi. Bu narsa nimaga biz kiritganmiz bu fanni? Chunki inson organizmi ichkari tomondan toza bo'lmasa, yuzida bu narsa hammasi aks etadi. Shuning uchun biz birinchi kelayotgan mijozlarimizga yoki talabalarimizga shuni aytamizki, avvalambor
ichki organizmni tozalab turib keyin yuz bilan ishlaymiz. Yuzi chiroyi bu ichimizni sog'lomligini bildirib turadi va ko'rsatadi. Bundan tashqari yana kosmetik vositalar ishlab chiqarish texnologiyasi degan fanimiz bor. Bu fanda talabalar o'z qo'llari bilan kremlar tayyorlashni o'rganishadi, shampun tayyorlashni o'rganishadi, losyon, duhi, dezodorantlarni tayyorlashni o'rgatishadi o'z qo'llari bilan. Bizning mutaxassislarimiz bor, juda ham yuqori malakali. Ular bilan birgalikda mana shu fanlar olib boriladi. Demak, bu fakultetda o'qib chiqqan talaba nutritsiolog, kosmetolog kasblarini egallashi mumkin. Ha, to'g'ri. Chunki kosmetologiya faqatgina bitta yo'nalishdan ketmaydi. Bundan tashqari bizda даже psixosomatika fanlarimiz bor. Chunki kelayotgan mijoz bilan baram psixosomatikasini bilib turgan holatda uni holatiga kirib chiqib, chunki qanaqadir kamchilik bilan kelayotgandan keyin inson o'sha psixologik qanaqadir jarayonga kirib qoladi-da, psixologik tushkunlikka tushib qoladi bir xil. Voy, yuzimga mana shunaqa narsa toshib ketdi, menga dunyo qorong'u deb ham kelgan odamlar bor. Shuning uchun bu narsani psixologik tomondan u insonni o'ziga keltirib, ularni tinchlantirib, keyin muolajani olib borish uchun psixosomatika degan fanlarimiz bor. Communications skills degan fanlarimiz bor. Bu o'sha muloqot psixologiyasi. Inson bilan muloqot, kelayotgan odam bilan muloqot qila olish deyish kerak-da. Shularni hammasini biz mujassamlashtirib, yo'nalishimizga ham qilib kiritganmiz. Bundan tashqari bizda Koreya firmalari bilan ham juda katta hamkorliklarimiz bor. Bittasi Helen kompaniyasi, o'ta Yujin xonim biz bilan hamkorlik olib boriladi. Bizga kerakli mahsulotlarimizni yetkazib berishadi. Bundan tashqari qizlarimiz o'zlarini showroomlariga boradilar. Kosmetologik xonalari bor. U yoqda yaxshilab o'rgatib, amaliyot jarayonini o'rgatgan holatda Koreya nima deydi, texnologiyasini o'rgatgan holatda birgalikda ular bilan ish olib boramiz. Bundan tashqari juda ham ko'p firmalar bilan, kosmetevtika bilan shug'ullanadigan firmalar bilan bizning aloqalarimiz juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Dermaklinik bilan bizda aloqamiz bor. Bu ham kosmetologiya, dermatologiya bo'yicha juda ham yaxshi mutaxassislar ishlashadi. U yerda biz qizlarimizni amaliyotga jo'natamiz, chunki amaliyot bilan birgalikda nazariyani, teoriyani olib borishsa juda ham yaxshi natija olishadi. Bular уже kelayotgan mijozlarni holatini, ularni ustida qanaqa ishlar olib borilishini o'sha amaliyotda ko'rishadi-da, chunki bu yoqda faqatgina nazariya o'tgani uchun amaliyotga обязательно chiqishimiz kerak bo'ladi va bu yerda ham o'zi uchun o'zaro qilishadi-ku, Rostamdagi mijoz bilan tashqarida o'sha klinikalarda ishlashadi. Rahmat sizga foydali ma'lumotlar uchun. Sog' bo'ling. Demak, chiroy estetikasi fakultetida bu yerda talabalar nazariy bilimdan tashqari o'rganish mumkin. O'zlari masalan kosmetologik mahsulotlar ham yaratish mumkin. Tarkibiy qismi, kimyoviy qismlari bo'yicha barcha mahsulotlar bor ekan bu yerda. O'zlari shu nazariy bilimlarni olgandan keyin amaliyotda o'zlari masalan yangi bitta kosmetik mahsulot yaratishlari ham mumkin. Bu juda ham butun dunyo qizlari uchun qiziqarli bo'lgan fakultet yo'nalish bo'lsa kerak. Hozirgi kunda ayniqsa dolzarb, ishonchli kosmetologlar, shu yo'nalish bo'yicha masalan nutritsiologiya, kosmetologiya bo'yicha ishonchli mutaxassislar hozir juda ham kerak. Aktual fakultet, aktual mavzu va juda ham qiziq. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketsak, qaysi davlatga bora olamiz. Har xil yo'nalishlar bo'yicha bizga ko'rsatmalar berishadi shu ustozlar. Hammasi yosh ustozlar, yaxshi chiqishamiz, ko'z tegmasin. Angliyskida o'qish ko'p pluslari bor. Shu pluslardan bittasi material ko'p o'qishga. Keyin magistratura qilishingizga ham, doktorantura qilishingizga ham ancha udobstlar ko'p. Keyin bizda specialist kam shu angliyskiy yo'nalishda faoliyat yuritadigan stomatolog ya'ni kam. Shuning uchun bo'ldi shu angliyskiy yo'nalishni tanlashimdan sabab boshqa davlatga perevod qilish, exchange yo'nalishlari bor. Misol magistraturaga ketishimiz mumkin. Shunaqa narsalarga qiziqib angliyskiy yo'nalishni tanlaganmiz. Ishonmoqchi bo'lsangiz ham osonroq. Yengillik bo'lib, planlarimiz bor, boshqa davlatdan ham patsient ko'rish. Bizda arzonroq qilib, ularni meditsinskiy tur qilib, olib kelib, davolab, yana ularni boshqa o'sha davlatga jo'natib yuborish. Shunaqa planlarimiz bor, xudo Nafaqat chet ellik ustozlar, balki chet ellik talabalar ham kelib o'qiydi sizlarda. Naryo korpusimizda bor, ularda ko'p, yo'da ko'p. Bizda endi hind fakulteti ochilgan, faqat induslar kelib o'qishadi.
ular bilan ham qiziq, lekin yanada ko'proq bo'lsa, ancha yaxshiroq bo'lardi. Shu o'quvchilarga ham, misol, ular ham bilishardi, чтобы shu tilni bilib, mana shu yo'nalishda ular bilan birga raqobatlashib, fikr alishib, shunaqa bo'lardi. Agar boshqa davlatdan kelganda odamlar bundoq qiziqib, sohani yaxshiroq mutaxassisi bo'lardi. Yana agar imkon berilsa, yana qaytib kiyib tutalarmidingiz? Tanirdim. Bitta muhim voqeaga duch keldik, ya'ni hozir bu yerda magistratura talabalarini ilmiy ish himoyasi bo'lyapti ekan. Hozir shu jarayondan ikkita lavhalar ko'ramiz. Talabalarning ishlari bilan ozgina bo'lishamiz. Jiddiy voqealar. Diplom ishini himoyasini anaqasi yuki og'ir bo'ladi. Даже men shu ozgina o'tirib, shu yerda eshitib, уже menda hayajon anaqa bosdi. Universitet bitirgan bo'lsa ham qiyin. Universitet ta'limi 5 ta ta'lim maktabiga bo'lingan. Bu iqtisodiyot va moliya maktabi, muhandislik maktabi, tibbiyot maktabi, san'at maktabi va ta'lim maktabi bor. U ta'lim maktabining ichida 38 nafar bakalavr yo'nalishlari mavjud va magistratura yo'nalishlari bo'yicha 22 ta yo'nalish bizda hozircha bor. Ishlari bo'yicha shu universitetda o'qib, tamomlab va shu yerda ish faoliyatingizni davom ettiryapsiz ekan. Shu aynan ish faoliyatingiz haqida ozroq bizga gapirasiz. 2019-yil bakalavr yo'nalishiga Toshkent kimyo xalqaro universitetiga o'zim kirganman. U paytda bizda yozuvchi texnika instituti bo'lardi va 2022-yil shu rebranding bo'ldi va universitet nomi kimyo xalqaro universitetiga o'zgardi. Shu paytda men o'zim xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishiga kirganman. Hozirgi kunda men xalqaro hamkorlik bo'yicha bosh mutaxassis bo'lib ish yuritaman. Xalqaro hamkorlik bo'yicha aynan qaysi davlatlar, qaysi universitetlar bilan xalqaro hamkorliklar yo'lga qo'yilgan? Masalan, exchange, amaliyot dasturlari, shular haqida aytasiz. Toshkent kimyo xalqaro universiteti hamkorligida 80 dan oshiq memorandumlar imzolangan. Bulardan biri bu Yevropadagi universitet, Yevropa ittifoqiga kirgan. Bu aytaylik Latviyadagi Riga texnika universiteti, Turibo universiteti, Bolgariyadagi Varna management universiteti kirgan, hamda Turkiyada bizning partnyorlarimiz bor. Bu aytaylik Istanbul Aydın universiteti, Najmiddin Erbakan universiteti. Undan tashqari MDH davlatlarida ko'p bizning hamkorliklarimiz bor. Bu Satbayev universiteti bilan Almaviy universitetlardan shu kunga kelib juda universitetni xalqaro hamkorligi juda ham tez rivojlanmoqda. Masalan, 2+2 dasturlari juda ham hozir bizda aktual, talabalar tomonidan juda ko'p talab qilinayotgan yo'nalishlar. Bu Bolgariyaning universitetida 2+2, ya'ni biz aytamiz qo'shma dastur deb aytamiz. Bu hamkorlikni va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham magistratura talabalari uchun bizda 1+1, ya'ni qo'shma dastur yo'lga qo'yilgan va bizning eng asosiy partnyorlarimizdan biri bu Janubiy Koreya. Janubiy Koreya universitetlari. Janubiy Koreya universitetlari bilan bizda 30 dan ortiq hamkorlik imzolangan va hozirda 100 dan oshiq talabalarimiz qo'shma dastur asosida diplom olishmoqda hamda o'qishni davom ettirishmoqda. Nima uchun aynan Qutni tanlagansiz? Adam bilan adashib kelib qolganman. Adangiz bilan tanlovingiz shunaqa bo'lgan. Yo'q, men davlatnikiga topshirganman-da, kirganman, anaqaga, Samarqandga kirganman. Mana shundan o'tib ketayotganimizda universitetlarni ko'rib qolganmiz, yoqqa topshirganman. Universitetingiz bilan bog'liq eng esda qolarli voqea, qiziq. Prezentatsiya topshirayotganimizda men sheyx bo'lganman-da, 4 ta xotin bo'lgan o'sha. Qaysi fandan u? Psixologiya. Dars element bo'lganligi, o'qituvchilarning hammasi yaxshiligi, muomalali. Darslar demak 50 minut, boshqa universitetlarda 80 minutda 50 minut zo'r bu. Keyin shu yerda maqtashgani uchun yaxshi deb o'qituvchilarini o'shaning uchun tanlaganman. Qaysi fakultet yo'nalishida o'qiysiz? Boshlang'ich ta'lim. Do'stlar, hozir shu universitetning yotoqxonasiga keldik. Hozir bu yerdagi sharoitlar, joylashish tartibi haqida ozroq gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men davolash va stomatologiya yo'nalishi rahbari o'rinbosari Shodiyeva Gulhayo bo'laman.
talabalarni bu yerga joylashish tartibi qanaqa? Birinchi navbatda o'sha temir daftarga kirgan talabalarimiz yoki nogironligi bor talabalarimiz yoki moddiy jihatdan ozgina qiynalgan talabalarimiz birinchi navbatda yotoqxonamizdagi joylashtiriladi. Undan keyin qolgan talabalarimiz sekinlik bilan joylashtirib boriladi. O'zi bu yotoqxona qancha talabaga mo'ljallangan? Sig'imi qancha talaba qabul qila oladi? Hozirgi kunda universitetimiz yotoqxonasi 500 ga yaqin talabalarni o'z ichiga oladi va bemalol sig'dira oladi. Simulyatsiyon markazlar bugungi kunda tibbiyot maktablarining asosiy tarkibiy qismlariga aylangan. Bizda ham kelasi o'quv yilidan bitiruvchi talabalarimiz ishlay boshlaydi. Ular o'zlarini o'rgangan klinik amaliyotlarni mustahkamlashlari uchun biz simulyatsiya jihozlarini yig'ib mana shunaqa markaz tashkil etganmiz. Mana hozir shulardan birini ko'rib turibsiz. Bu o'sha aynan travmatologiya, ortopediya sohasida ishlatiladigan, bo'g'imlar bilan ishlaganda ishlatiladigan maxsus simulyator hisoblanadi. Bunda talabalar kam invaziv operatsiya usullarini o'rganishadi. Aynan qorin bo'shlig'ida ishlash, chanoq bo'shlig'ida ishlash imkonlarini beruvchi o'sha simulyator hisoblanadi. Bu turdagi jarrohlik amaliyotlari laparoskopik operatsiyalar deb ataladi. Ilgarigi davrlarda, esinglarda bo'lsa, bitta operatsiyani amalga oshirish uchun qorin bo'shlig'ida katta kesma qilib ochib, qorin bo'shlig'ini ochishga va katta kesma qilishga, keyin uni yana qaytadan tikishga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda mana shunaqangi laparoskop degan maxsus moslamalar ishlatila boshlanadi. Bunda demak uni o'zini bitta kichkina demak kirish teshikchasi bo'ladi. Mana shu teshikcha orqali kiriladi va monitorda siz jarayonni kuzatgan holda operatsiyani to'liq bajarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta kichkinagina kesma orqali kirib boriladi. Bu kam invaziv, ya'ni katta kesma ishlatilmagan holda kirish imkoniyatini beradi. Endi shu bilan birgalikda mana ko'ryapsiz, bu yerda 10 dan ortiq elementlar bor. Bir vaqtning o'zida bir qancha talaba ham bir simulyatorda ishlash imkoniyati bor va turli qorin bo'shlig'i va chanoq bo'shlig'ining turli sohalarida ishlash imkoniyati bor. Bir vaqtning o'zida demak 30 dan ortiq talaba bu markazda, bu xonada o'zlarining amaliyotlarini mustahkamlashlari mumkin bo'ladi. Qachonki mana shu simulyatorlarda amaliyot to'liq avtomatizm darajasigacha olib chiqilganidan keyingina ular shifokorlarni operatsiya jarayonlarini bevosita kuzatishi va assistentlik qilishlari mumkin. Lekin hali mustaqil faoliyatni, jarrohlik bo'yicha mustaqil faoliyatni boshlash uchun juda ham erta. Chunki jarrohlik bo'yicha mustaqil faoliyatni boshlash uchun bakalavr bosqichini tugatgandan keyin yana ma'lum o'sha jarrohlik yo'nalishi bo'yicha magistratura ta'limini ham olishlari kerak bo'ladi 3 yil va shundan keyingina jarroh mutaxassislikka ega bo'lgandan keyin bunday operatsiyalarni bajarishlari mumkin bo'ladi. Universitetni logosi tushirilgan har xil xudilar, futbolkalar, kepkalar, va har qanaqa aksessuarlar bor, keyin konstovarlar va snacklar, har xil shirinliklar. Bu yerda bo'lsa, talabalar o'tirish uchun juda ham balki chill zona aytish bo'yicha topdik, juda ham qiziq. Bu yerda menimcha ramyon, shunga o'xshash modellar tayyorlab yeyishadi. Umuman mana shunaqa qiziq joy, kichkinagina, shinamgina, nomi Cute Shop. Endi o'quv binosidan klinika binosiga o'tish yo'lagidamiz. Bu yo'lak orqali demak bemorlarimizni qabul qiladigan, kasallarni bevosita o'sha yotib davolanadigan va ambulator davolanadigan klinikamizga, ko'p tarmoqli klinikamizga o'tamiz. Mana shu yerdan demak kirib boramiz. Demak, Kimyo universitet hospital klinikasi bu yerda ko'p profilli klinika bo'lganligi uchun juda ham ko'plab tor mutaxassisliklar bor. Shu bilan birgalikda demak ular bemorlarni qabul qiladi va tepada palatalarimiz joylashgan. Bu palatalarimizdagi o'rinlarimiz soni 200 koykaga ega. Va shu bilan birgalikda bizda demak o'sha jarrohlik faoliyatini amalga oshirish uchun 4 ta operatsiya xonamiz ham tashkil etilgan. Afsuski biz hozir bu kiyimda operatsiya xonalariga kira olmaymiz. Reanimatsiya va operatsiya xonalarimiz demak o'sha 3-chi, 4-chi, 5-chi qavatlarda joylashtirilgan. Bu klinikaga kelgan bemorlar demak turli xil kasalliklar bilan murojaat qilishadi. Ambulator kelib davolanib ketadigan bemorlar ham bor. Masalan, kundalik kelib o'zining davosini oladi, shifosini oladi va ketadi. Shu bilan birgalikda og'ir ahvoldagi kasallar bo'ladigan bo'lsa, ular demak davolanish uchun palatalarda davolanishadi
Yana bir toifa bemorlarimiz, bular operatsiya qilinadigan bemorlar, operatsiyagacha, operatsiya jarayonida va operatsiyadan keyin reanimatsiyaga muhtoj bo'lgan bemorlarni, demak, o'zida maxsus reanimatsiya zallarida shifo topishadi, davolanishadi. Bu maxsus interaktiv anatomiya fanini o'qitishga mo'ljallangan stol hisoblanadi. Buni nomi anatomiya stoli deyiladi. Eng birinchilardan bo'lib bizni universitetimiz tibbiyot maktabiga olib kelingan bunday stolimiz. Bu stol demak endi real, demak murdalar tanasini o'rganish uchun mo'ljallangan. O'zi aslida qonunchilik bo'yicha hali to'laligicha murdalarni dars jarayonida foydalanishga imkoniyatimiz yo'q. Lekin bu yerda mana 5 ta murdalar tanlash imkoniyatimiz bor. Ular yoshiga va jinsiga qarab tanlash imkoniyatimiz bor. Bu insonlar o'zlarini tanalarini demak o'sha o'rganishlar, anatomik tadqiqotlar uchun ruxsat bergan, rozilik bergan insonlar hisoblanadi va bularni istagan birini biz tanlab, keyin mana shuni demak ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Anatomiya stolini YouTube tomoni shundaki, bu endi shu murdani olib, xuddi kompyuter tomografiyaga o'xshab kesib bo'laklarga kesib turib, tasvirlar olingan va o'sha tasvirlar keyin demak birlashtirilgan va real inson tanasiga maksimal yaqinlashtirilgan va shuning uchun buni ko'rganda va haqiqiy murdani ko'rganda bir-biridan katta farq bo'lmaydi. Mana demak biz terini olib tashladik hozir. Mana teri ostida joylashgan mushaklar, mana teri ostida yotgan yuza qon tomirlar ko'rinishni boshladi, yog' to'qimasining bir qismi ko'rina boshladi. Biz asta-sekinlik bilan buni yana ham nima qilamiz? Yuzada joylashgan mushaklarni olamiz, uni ostida chiqirayotgan mushak qatlamni mana shu qorin sohasini ochyapmiz sekin-sekin. Mana qorin mushaklari ko'rina boshladi va biz endi qorin bo'shlig'iga kirib boramiz. Mana ko'rdingiz? Demak, mana shu yerda ichaklar, mana jigar, me'da, boshqa a'zolar, ularni har xil tomondan ko'rish mumkin. Bemalol aylantirib, kattalashtirib. Mana endi biz hozir demak tanani kesmada o'rganyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, buni kesgandan keyin shu etapma-etap kesib boramiz. Mana ko'ryapsizlar. Shu ichkarisiga kirish. Ya'ni biz hozir mana frontal sathda kesdik va a'zolarni ichkarisidan o'rganishimiz mumkin. Masalan, mana jigarni ko'rishimiz mumkin, ichaklar, me'da va ingichka yo'g'oncha hammasini ko'rsak bo'ladi, o'rgansak bo'ladi. Ya'ni mana shunaqangi vositalar, bugungi kunda interaktiv vositalar anatomiya fanini yana ham chuqurroq o'rganish imkoniyatini beradi. Bu ham bir zamonaviy yondashuv anatomiya fanini o'qitishda. Chunki murda bilan ishlash imkoniyati cheklangandan keyin albatta uni alternativ variantlari paydo bo'lishi kerak. Bu eng yaxshi alternativalardan biri hisoblanadi. Tashviqga kira olgansiz. Sizda boshqa variant bo'lmagan, eng yaxshi variant cute bo'lgan. Shuning uchun shunga. Kirib o'qiyapmiz, mana ikkinchi kursman. Afsuslanmaysiz. Afsuslanmayman, yaxshi ketyapti. Universitet hayotingizda shu cute bilan bog'liq eng esda qolarli, qiziqarli voqea. Hech qachon masalan bitirib ketganingizda ham hech esingizdan chiqmaydigan. Imtihonga tayyorgarchiliklar. Sessiyaga tayyorgarlik. Sessiya. Qiyin bo'ladimi bu sessiya? Qiyin bo'ladi, o'ziga yarasha. Ustozlar qiynaydimi? Endi amaliylarda asosan og'zaki imtihonlarimizda ozgina qiyinchiliklar bo'ladi. Nimasi boshqacha bo'ldi? Nimasini almashmasdingiz hech qaysi universitetda? Ilm olishda an'anaviylikdan chiqilgan. Ya'ni erkin. Toshkent kimyo xalqaro universitetida quyidagicha magistratura mutaxassisliklari mavjud. Abituriyentlarga eng muhim narsa bu universitetda kontrakt narxlari. QUTda kontrakt narxlari qanaqa? Hamyonbopmi, qimmatmi yoki yo'nalishlar bo'yicha farqlanadimi? Hozirgi kunda kontrakt narxlari yo'nalishga bog'liq. Bu misol qilib aytsak, sirtqi ta'lim yo'nalishlarida kontrakt narxi 10 milliondan boshlanadi. 10 milliondan 30 milliongacha kontrakt bizda belgilangan summalari yo'nalishga qarab o'zgaradi. Aytaylik, tibbiyot yo'nalishlari uchun 30 million, muhandislik yo'nalishlari uchun 20-25 million atrofida bo'lishi mumkin. Bu xususiy universitet bo'lishiga qaramasdan qo'shimcha stipendiyalar yoki grantlar bormi? Masalan, qanchadir foizda kontrakt miqdorini to'lab beradigan bo'lishi mumkin. Shuni tartibi qanaqa? Universitetda nomdor stipendiyalar va ta'sischilar granti
dasturi mavjud. Bu imkoniyat juda zo'r imkoniyat deb bilaman, chunki o'zim ham 3 yil davomida grant, ya'ni ta'sischilar tomonidan har yil ajratiladigan grant sohasida o'qiganman. Bu grantimizni foizi 25 dan 100% gacha bo'lishi mumkin. Nomdor stipendiyalarga sal boshqacharoq tartib bor, ya'ni ular uchun ularni talabalarni tanqidiy fikrlash, aytaylik, til bo'yicha sertifikatlari bo'lsa, ularda nomdor grant, ya'ni 100% grant olish imkoniyati yuqori. Va ta'sischilar grantini aytadigan bo'lsak, bu ta'sischilar grantiga akademik baholar, ya'ni qisqa qilib aytganda baholar juda muhim va talabalarni universitet hayotida aktiv bo'lib qatnashishganini inobatga olinadi. Aytaylik, bu volontyorство bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'zligisini proyektlarni qilishgan bo'lishi mumkin. O'sha katta inobatga olinadi. Bu yili 280 dan ortiq grant va nomdor stipendiyalar talabalarimizga ajratildi. Har yildan yilga bu sonlar ko'payib bormoqda. Ular alohida bildirish kerakmi? Masalan, o'sha stipendiyalarni, grantlarni ular unga ajratish uchun yoki qanaqa? Tartibi qanaqa? Masalan, men shu universitetga kirdim kontraktga, lekin xohlayapman qancha foizda grantga o'qishni yoki 100% gacha. Shuni masalan dekanatgami yoki talabalar bilan ishlaydigan bo'limga bildirish kerak va ular yo'nalish ko'rsatadi, to'g'rimi? Ha, har yili bizni kuz oyida o'sha Telegram tarmoqlarimizda e'lon keladi. Shu yangi o'quv yo'nalishi uchun, yangi o'quv yili uchun grant va nomdor stipendiyalar uchun qabul ochildi deb, o'shanda talabalar o'zlarini portfoliolarini yig'ishadi. Ya'ni bu har xil jurnallarda chop etishgan statiyalari bo'lishi mumkin, o'zlarining baholari, qanaqadir ishlari, qaysidir dasturlarda yoki katta-katta loyihalarda qatnashgan bo'lsa, ularning sertifikatlarini yig'ib portfolio qilib dekanatga topshirishadi va dekanat bu ma'lumotlarni yig'ib bizni o'sha o'zimizni komissiya ajratilgan immunial grant berish bo'yicha ularga taqdim etishadi va u komissiya bizda 2 haftadan 1 oygacha ko'rib chiqishadi va o'sha tartib bo'yicha, ya'ni Telegram kanallarda bularning jadvali chiqadi, kim qaysi studentga berildi va necha foizda berilganini bilish mumkin. Tushunarli. Va bundan tashqari bizning xorijiy hamkorlarimiz tomonidan grant ajratiladi. Bu aytaylik, talabamiz almashinuv dasturida ishtirok etmoqchi, xalqaro bo'limga kelib murojaat qiladi va biz unga grant o'qish, ya'ni tekinga mutlaq o'qish imkoniyatlarini beramiz. Bu degani talaba hamkor universitetda o'qiganda o'qish uchun kontrakt pulini to'lamaydi. Ya'ni bilet, aytaylik, agar viza xarajatlari bo'lsa, o'shalarga to'laydi, lekin o'qish, yashash joyi mutlaqo tekinga bo'ladi. Bu ham juda yaxshi imkoniyat menimcha talabalarimiz va abituriyentlarimiz uchun. Bu suhbatimizda siz simulyatsiya markazlari bilan birgalikda laboratoriyalar haqida ham savol berdingiz. Albatta bizni kichkina kurslarimiz, 2-3 kurs talabalarimiz uchun mo'ljallangan laboratoriyalarimiz ham bor. Shulardan birida hozir siz bilan turibmiz. Bu yaqinda o'sha tashkil etilgan mikroskopiya laboratoriyamiz hisoblanadi. Bunday ko'rinishdagi mikroskopiya laboratoriyalari hozirgi kunda mana umumiy tibbiyot maktabida 7 tashkil etilyapti. Va bir vaqtning o'zida, demak, har bitta talaba bittadan demak preparat bilan ishlashi mumkin yoki bir vaqtning o'zida bitta preparat ustida bir nechta talabalar ishlashi mumkin va o'qituvchilar buni demak o'sha vaqtning o'zida jonli tarzda baholab borishadi. Endi bu yerda asosan o'sha mikroskopik preparatlarni ko'rib, uni kattalashtirilgan o'sha planshetlarda, ekranlarda ular chiqarishadi va uni qanday preparat ekanligi, qaysi a'zodan tayyorlanganligi, uni sog'lom odamniki yoki kasal odamniki, mana shularni ajratishni o'rganishadi va mikroskopik tuzilishlarni o'rganishadi. Va ular o'zlarini javoblarini aytishadi va o'qituvchilar ularni baholab, qanchalik ular savolga to'g'ri yondashdi va to'g'ri yechim topib berishganini baholashlari mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, turli xil mikroblar, viruslarni maketlari mana yasalgan. Ya'ni biz mikroblar deganda qandaydir bir xunuk, ko'rimsiz yoki bo'lmasam bir badbashara narsalarni tasavvur qilamiz, lekin ularni ko'rib turibsiz rang-barang ekanligini va aslida ular biz o'ylagandan ko'ra boshqacha ko'rinishlarda ekanligini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda o'zini maxsus o'sha demak sterilizatsiya qiladigan
chunki bu mikroblar bilan ishlaganligi uchun sterilizatsiya qiladigan maxsus moslamalari bor va shu bilan birgalikda o'sha bakteriyalarni maxsus o'stirish, ularni o'sha o'rganish uchun ma'lum bir oziqa muhitlarga ekish, o'stirish jarayonlari amalga oshiriladigan mana termostatlargacha o'rnatilgan. Hozir mana professor o'qituvchilarimiz amaliyot bilan bandlar, talabalarimiz nazariy qismini auditoriyada, amaliy qismini mana shu laboratoriyaga kelib o'rganishadi. Bilishim bo'yicha bu universitetda ko'p xorijiy talabalar orasida ommalashmoqda ekan, xususan AQShlik talabalar. Shu yerda ham bir nechta AQShlik, ingliz talabalarini ko'rdik. Bemalol ochiq savol-javob qilib so'rasak, student shu yerda o'qiyman dedi. Shu menda savol tug'ildi, nega aynan xorijlik talabalarni bu yerdagi kelib o'qishi ommalashgan, bunga nima sabab bo'lgan, masalan, shu haqida qiziq. Siz to'g'ri fikr bildirdingiz. Amerika talabalar orasida именно Toshkent kimyo xalqaro universitetiga tashrif buyurish ommalashmoqda. Nega? Chunki bizni universitet Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir nechta universitet bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Xususan bu George Fox universiteti, Roosevelt universiteti va ikkinchi sababi bu bizning xalqaro aloqalar bo'yicha prorektorimiz Mr. Roth o'zlari amerikalik. Shuning uchun ham xizmat safariga borganlarda ular juda ko'p bizning universitet haqimizda juda ko'p targ'ibot ishlarini olib boradilar. Shuning uchun ham bu amerikaliklarni kelayotgan talabalar soni yildan yilga, semestr va semestr bo'ylab juda ko'paymoqda. Xususan bu semestr bizning universitetimizda 20 dan ortiq amerikalik talabalar bor. Nafaqat amerikalik, balki boshqa xorijiy davlatdan ham bu yerga kelib o'qishadi dedi. Ular qaysi davlatga, masalan, geografiyasi qanaqa bu yerdagi talabalarni? Mana shu Toshkent va boshqa viloyatlar, butun O'zbekistondan tashqari ko'p Amerika va boshqa davlatlardan ham talabalar bor. Bu o'quv yilida bizning universitetda 100 dan ortiq xorijiy talabalar mavjud. Ularning geografiyasi qanday? MDH davlatlari, bu aytaylik qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, bu Turkiya Respublikasidan bor, Armaniston, Ozarbayjon Respublikasidan bor, hamda indiyalik studentlar orasida ham bizning universitet juda ham ommalashgan, to'g'ri, ommalashgan. Shuning uchun ularning soni ham ko'payib bormoqda. Ham ustozlarni ham geografiyasiga to'xtalsak, bu yerda bilamiz, baribir nafaqat o'zbekistonlik ustozlar, balki chet ellik ustozlar ham dars berishadi. Ularning geografiyasi qanaqa, qaysi davlatlardan, qanaqa ilmiy salohiyatdagi ustozlar bor bu universitetda. Universitetda 50 dan ortiq xorijiy ustoz va professorlar ish olib bormoqda va universitetning qoshida ilmiy kengash ham bor, falsafa doktor unvoni berish bo'yicha va bugungi kunga kelib universitetning ustozlarining ilmiy salohiyati 55% ga yetdi. Ustozlarning geografiyasi esa bizda Buyuk Britaniyadan bor, Fransiya Respublikasidan bor, Misrlik ustozlarimiz va eng ko'pi bizning bu Janubiy Koreyadagi ustozlarimiz aytib o'tish kerak. Birinchi bosqichda talabalarimiz kompyuter orqali test sinovlari jarayonlarida qatnashishadi. Bunda 3 ta fan asosiy kirish fanlarimiz, bular kimyo, biologiya va ona tili adabiyot fanlaridan. Tilni o'zlari tanlashlari mumkin, xohlasalar o'zbek tilida, xohlasalar rus tilida, xohlasalar ingliz tilidagi fanlarda qatnashishlari mumkin bo'ladi. Va mana shu test natijalariga ko'ra biz demak o'zimizni tibbiyot maktabimizga talabalarni o'qishga tavsiya etamiz. Shu bilan birgalikda shu oxirgi o'quv yilida biz yana og'zaki suhbat jarayoni ham tashkil etdik. Bu ikkinchi bosqich sifatida. Ya'ni talabalarimiz bilan professor o'qituvchilar, bo'lajak ularning o'qituvchilari suhbat olib borishadi. Bunda ham asosiy urg'u o'sha bizni fundamental fanlarimiz kimyo, biologiyaga qaratilgan bo'ladi. Va mana shu suhbat natijalariga ko'ra, test sinovi va suhbat natijalariga ko'ra talabalikka tavsiya etish jarayonlari amalga oshiriladi. Shuning bilan bir qatorda bizda yana bitta amaliyot yo'lga qo'yilgan. Bu davlat yoki nodavlat oliy o'quv yurtlariga imtihon topshirib, lekin o'sha davlat yoki boshqa universitetlarni yuqori balli kirish ko'rsatkichlariga yetmagan talabalar, masalan 100 balldan ortiq deylik, mana chegara qo'yamiz. 100 balldan ortiq o'sha kirish imtihonlarida ball to'plagan bo'lsa, masalan kimdir 100 kirish balli 150 bo'lsa, 149 to'plagan bo'lishi mumkin, 148 to'plagan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda ham biz talabalarni ularni o'sha olib kelgan natijalariga asoslangan holda
talabalarga tavsiya etishimiz ham mumkin. Shunaqa Milanga kirdi, u o'zi aytdi-da, Milanga kirdim shu grant asosida deb. Yana parallel italyan tilini ham o'qigan. Bizda italyan tili ham bor-da. Imенно mana shu liboslar dizaynini ketaman desa, birinchi kursdan shu tanlov fanlariga qo'yilgan italyan tili. Hozirda magistratura bosqichini davom ettirish uchun Italiyaning Milan universitetiga grant asosiga kirdilar. Bu juda ham ajoyib rezultat. Birinchilardan bo'lib, mana Janubiy Koreya bilan birgalikda tibbiyot yo'nalishi bo'yicha qo'shma dastur tashkil etishga erishdik. Ya'ni Sonchun universiteti vakillari bilan bizni uchrashuvimiz bo'lib o'tdi mana o'tgan yilning oxirida va yangi o'quv yilidan boshlab hamshiralik ishi yo'nalishi bo'yicha 2+2 dasturi bo'yicha bakalavr bosqichida mutaxassislarni tayyorlaydigan yo'nalishni tashkil etyapmiz. Birinchidan tibbiyot sohasini tanlaydigan inson mehnat qilishdan qochmaydigan odam bo'lishi kerak. Chunki tibbiyot va qiyinchilikdan qo'rqmaydigan odam bo'lishi kerak. Chunki tibbiyot bu universitetga qadam qo'ygandan boshlab to nafaqaga chiqquncha o'qish degan. Ko'pchilik aytadi 6 yil o'qisa bo'ldi yoki o'sha ilgari 7 yil edi, keyin magistratura 3 yil, ya'ni 10 yil o'qisa, voy buncha ko'p o'qiydi bular, 10 yil o'qigan. Yo'q, aslida tibbiyot sohasida 10 yil o'qilmaydi. Tibbiyot sohasida umrbod o'qiladi. Ya'ni butun faoliyatini agarda tibbiyot sohasidagi ta'limni o'rganishga va shu faoliyatini amaliyotga tatbiq etishga tayyor bo'ladigan odam bo'lsa, unga tibbiyotga qadam qo'yishni tavsiya etamiz. Ba'zi odamlar shunchaki havas bilan oq xalat kiygim keladi, shifokor bo'lgim keladi degan havas bilan kelishadi, lekin birinchi semestrning o'zida o'qishni qiyinchiligini ko'rib, yoki bo'lmasa o'sha tibbiyot sohasida qanchalik qiyinligini ko'rib, darrov boshqa sohalarga o'tib ketishga harakat qilishadi. Bunaqa odamlarga men tibbiyotga kelishni tavsiya qilmagan bo'laman. Tibbiyotga keladigan odam birinchi navbatda o'sha irodasi kuchli odam bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha qiyinchiliklarga bardosh berishga tayyor va o'rganaman, oxirigacha boraman deb haligi o'zini oldiga qattiq maqsad qo'ygan bo'lishi kerak. Buni sinab ko'raman, qani o'zimni bir sinab ko'ray tibbiyotda, men o'xshata olaman yo'qmi degan odam shubhalandimi? Shubha paydo bo'ldimi, bu odam tibbiyotga kelmagan emas. Tibbiyotga keladigan odam aniq maqsad bilan, aniq reja bilan kelib, shu yerda o'qiyman, bitiraman, yaxshi mutaxassis bo'laman va hamma qiyinchiliklarga chidayman deb kelish kerak bo'ladi. Tan olish kerak, tibbiyot sohasi, men o'zim tibbiyot universitetida o'qiganman, shuning uchun tibbiyot sohasida ta'lim olish bu ancha qiyin, anchalik mashaqqat. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tib keta olsangiz, yaxshi mutaxassis bo'lib ketaverasiz. Agar bu qiyinchiliklardan o'ta olmaydigan bo'lsangiz, tibbiyotga adashib ketman, bekor bu sohaga ketman deb keyin afsuslanish mumkin. Shuning uchun bu sohaga kirishdan oldin jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Hamma ham tibbiyot mutaxassisi bo'lib ketavermaydi. Bu sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shunga tayyor bo'lish kerak. Masalan, har bitta darsga kirganimda o'zida, men даже shu yerda bitta darsni o'zida talaba bo'lmasam ham nimadir o'rganib chiqdim. Bu juda ham yaxshi natija, yaxshi taassurot menimcha. Bir kun cute talabasi bo'lish taassurotlari. Yana bu universitetda meni e'tiborimni tortgan bitta narsa, universitetda o'zini logosi. Har qayerda bor. Kirish darvozalarida, har bitta etajni devorlarida, har bitta xonada o'zini logosi bor. Даже anu detal joylarda kichkina masalan kofe budkasimi u или stul даже stulida xullas hammada xuddi mana bunaqa cute emblemasi logosi bor. Вот такой. Вот mana shunaqa. Qiziq. Kampus turimizni va bu universitetga obzorimizni xuddi shu yerda M korpus binosida yakunlaymiz. Cute bo'lgan bir kunlik meni student talaba hayotim tugadi. Taassurotlar juda ham ajoyib, ko'p sarguzashtlar bo'ldi, har xil fan darslariga kirib, qanchadir miqdorda bilim oldim, o'zimni qanaqadir talabadek his qildim, yana qaytib 2 yildan so'ng biroz adaptatsiya qiyin bo'ldi. Shunaqa taassurotlar, shu yerda obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga obzorimiz yoqqan bo'lsa, Cute bilan bo'lgan, like bosing, komment yozing, fikrlaringizni yoqdimi, yoqmadimi, yana nimalarni bilishni xohlaysiz va keyingi obzorimiz qaysi universitet bilan bo'lsin. Bu haqida ham o'z takliflaringizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr.